Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan Frunske massivdamiz. Ya'ni departament ro'parasida joylashgan 4 qavatli uylarni 4-qavatdan 2 xonali kvartira sotuvga chiqmoqda. Yo'lda yuzda joylashgan dom lokatsiyasi juda ham yaxshi. Uyda holatlarni ko'rishingiz mumkin. 2 xonali, 3 xonaga o'zgartirilgan kvartira ko'rib turganingizdek holatda, yaxshi holatda turibdi. Bu tomonda verandasi ham mavjud. Oshxona verandaga ko'chirilgan va 3 xonaga o'zgartirilgan. Barcha tashqi romlari akfa romlarda. Muzlatgich, kir mashinalari mavjud, qoldiriladi. Bu tomonda ikkinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi, yo'lda yuzda joylashgan. Bu tomonda esa oshxonani o'rnini bitta xona qilishgan, ko'rishingiz mumkin. Va bu tarafda esa tashqaridan kirish qismi koridor va o'ng tarafda umumiy sanuzel joylashgan. 4 qavat uylarning 4-qavatida joylashgan, yo'lda yuzda, lokatsiya juda ham yaxshi. Narxi esa egalar tomonidan 27.500 dollarga baholanibdi. Albatta kam bor, qiziqarli. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni ulashishda davom etamiz.